O'rtoqlar, ushbu texnikamiz 2022-yil Hyundai kompaniyasini 145 Plus modelidagi texnika. Bilasizlar, Plus modeldagi texnika juda ham kamyob hisoblanadi. 4900 soat ishlagan, egasi tomonidan juda ham qarab minilgan texnika. Ko'rib turganlaringizdek 360 bor. Inshaalloh test jarayonidamiz. Ishlashlari juda ham zo'r. Endi ushbu texnika haqida qanaqa ma'lumot olsam bo'ladi? Narx-navolari degan savollar, kommentariyalar juda ham ko'p keladi. O'rtoqlar, bizning Arti Holdings kompaniyasi inshaalloh Telegram, WhatsApp, Instagram hamma ijtimoiy tarmoqda bir xil nom bilan ochilgan. Telegram kanalimizga o'tib olsanglar, u yerda variantlar doimiy berib boramiz. Kuniga 5 ta, 6 ta, 10 ta yaxshi texnikalar chiqadi, biz berib boramiz. Kanalda inshaalloh narx-navosi haqida, rasmlari, ko'proq ma'lumotlar olishingiz mumkin. O'shaning uchun Telegram kanaliga o'tib olish esdan chiqmasin. Xo'p, ushbu texnikamiz hozir aytganimdek 2022-yil sotuvga olindi o'rtoqlar. Kimga ushbu texnika kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqa chiqarasizlar. Eksporti ham, logistikasi ham o'zida mujassamlashgan kompaniya Arti Holdings inshaalloh Janubiy Koreyada hozircha bitta, esdan chiqarmanglar. Bemalol bizga aloqa chiqasizlar, kelib shunaqa tekshirib ko'rib, o'zimizga ma'qul ko'ramiz va sotuvga olamiz yoki zakazga qilsangiz, zakaz orqali bemalol yetkazib beramiz. Janubiy Koreyadan MDH davlatlariga inshaalloh hozir kunda 12 kun, 15 kun atrofida kirib boryapti. Bemalol bizga aloqa chiqing va videomizni kuzatishda davom etsangiz, ushbu texnikani ishlashlari test jarayonini videoga olganmiz. Narxiga keladigan bo'lsak, Telegram kanaliga o'tasiz va ushbu texnika sizniki bo'ladi. Albatta, ushbu videoni o'rtoqlar texnika qidirib yurgan do'stlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Bu va siz sabab Zora texnikali bo'lib qolsa. Like bosing, kommentariy yozing va bizni qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin. Arti Holdings sizlar uchun xizmatda. Aloqa chiqinglar. Ketdik. Charchamanglar.